Assalomu alaykum azizlarim. Bizlar Samarqandga yetib keldik. Bugun uydan chiqdik. Mazza qilib uydan turib, tomosha qilib, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Daraxt ko'p ekan. Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Shu sizlar uchun uydan chiqib keldik bugun. Ko'pchilik podpisчикларimiz opa uydan turib mazza qilib ko'ramiz. Videolaringizni opajon. Biza bor bilmagan joylarga borayapsiz. Hamma joylarni bizga ko'rsatyapsiz. Kattakon rahmat. Yana boring, yana ko'rsating, sayohatingizni davom ettiring degan podpisчикларimiz uchun harakat qilyapmiz qo'ldan kelguncha. Qaranglar, qanaqa chiroyli qo'yib daraxtzor. Kamerani qimirlatmaslikka harakat qilyapman. Iloji yo'q. Terak daraxtlari. Sizlardan uzr so'rayman. Bosh kamera qimirlaydi. Mashina yurib turganligi uchun. Bizlar ana Imom Buxoriy ziyoratgohiga keldik. Qaranglar, odamlarni qancha ko'p. Juda ko'p odam. Hozir ichkariga kirib, maqbarani ichiga kirib videoga olib sizlarga ko'rsataman. Hurmatli va aziz kanalimiz obunachilari hamda mehmonlari, videoning ba'zi bir joylarida tovushni bir oz pasaytirganman yoki o'chirganman, sizlarga ko'rish qulay bo'lishligi uchun. Endi marhamat qilib videomizni ko'rishda davom etinglar. Oldindan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ko'p odam, turistlar ham ko'p. Bo'lyapman, ko'ringlar, mazza qilib. Sizlar ham nasib qilsa shu joylarga kelish. Mana bu bolamni kirishimizga ko'chadan kirishi ko'rinib turgan gumbazlar ichkari hovlidan ham ko'rinib turibdi. Qaranglar, ayvonni qanaqa chiroyli naqshli.
Shu bilan videoni tugataman. Kanaldan uzoqlashmang. Agar malol kelmasa, kanalga obuna bo'lib, layklar bosing. Kommentariyada izohlar qoldiring. Bundanda qiziq videolarimiz sari oldinda men sizlar bilan xayrlashmayman. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha deb qolaman. Sog' va salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.